dursa har yilgi ishimni qilaman, yana qovali banka yasayman, shuncha qova rangim juda ko'payib ketdi va mana bunaqa bankam bor ekan. O'zimcha boshladim, tapet svet o'chib qoldi deb baxtga qarshi keyin tuzun to'qilmatun to'g'irladim powerbanklar qo'yib bag'lomad endi setgan yana ketib qoldi. Keyin oynani ochib tabiiy chiroqda naturalniy yorug'likda yasashni boshladim. Endi qo'ldan kelgancha mana qilasizlar, sabr qilasizlar. Ha, aytgancha yana etiketga mana ko'rib turganinglarda hadir budir bo'yab. Chunki bu plastilin bir tenge qimmat. Hali ham bu plastilin tugagan. Endi kamuklarni olib tashlab, mana kaksigida pichoqni tupoy tarafida qilib chizuv qilib qo'ydim buni. Keyin qatqog'ini qilishni boshladim. Har doim yasagan qovalarim o'zimga juda ham yoqadi. Bu galgisi prям от души ko'nglimda chiqmadi shu plastilinni sotgan odamlarda endi ayb yo'q. Xitoydan jo'natib olgan bir tenga qimmat odamlarni ichimda duo qilib yasadim. Agar sizlarda hech bo'lsa, bitta bo'lsa ham shunaqa plastilin brak chiqqan bo'lsa, men bilan birga qo'linglarni duoga ochib qo'yinglar. Bundoq qarasam, o'zi ham bir oyda video qo'yman, почти endi tadbirkor bo'lib, biznesmen bo'lib, qo'llariga pul tegib shunaqa zang bo'lib ketdilar.